Salom. Bugun kayfiyat zo'r, yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa ham, kofe bilan mazza. Yomg'irda mashinada yurish. Endi men bitta e'lon bilan chiqyapman. Bilasizlar, mana konsertim yaqin 7-maydan boshlanadi, xudo xolisa. Ko'p muxlislar menga yozib yotishibdi, ozdipa duetlar bo'ladimi? Duetlar qanaqa bo'ladi? Endi bu mavzuda hozircha to'liq ma'lumot bera olmayman. Bilasizlar, duetga juda ham kaprizliman, hamma bilan etmayman duet. Lekin yosh iqtidorlarni qo'llash uchun bilasiz, исключение qilaman. 2023-yilda 4 ta san'atkorni olib chiqqanman. Challenge qilganmiz, xabaringlar bor. Endi bu safar nima bo'ladi? Bu safar ham shu narsani qilmoqchiman. Iltimoslarga binoan. Bu safar lekin g'olib bitta bo'ladi. Ya'ni mana 2 hafta vaqtimiz bor. 2 haftaning ichida aniqlaymiz. Uning uchun nima qilish kerak? Uning uchun mana 3 ta ashulalarimdan 3 tasini tanlaymiz. Bu xoin kechalar, orzularim, isyon. Mana shu 3 ta ashuladan bittasini jonli aytib video joylaysizlar o'zingizlarning Instagram akkauntingizga. Yoki Telegram nomer qoldiraman, ana shu Telegram nomeriga yozasizlar, jo'natasizlar. Bu nima degani? Bu deganiki, har bir yosh ijodkorda, iqtidorli ijodkorda yulduz bo'lishga imkoniyat bo'ladi. Ya'ni g'olib men bilan yangi ashulani jonli ravishda sahnadan turib duet aytadi. Bir narsani iltimos qilmoqchiman. Video qilayotganingizda fonogramma bo'lmasin, tozalangan ovozlar bo'lmasin. Ya'ni uni studiyada aytib, keyin uni tozalab, keyin ustiga video qilmanglar. Shundoq olinglar-yu, shundoq telefonga qarab jonli aytib beringlar. Xolislar ansambl bilan aytinglar, lekin jonli ijro bo'lishi kerak. Chunki ba'zida shunaqa bo'ladi, ovoz tozalashadi, keyin biz aldanib qolamiz. Shuning uchun, chunki 10 kun konsertda jonli aytish kerak. O'sha narsani ham unutmanglar. Hammaga omad.